Shubhasiz, islom dinida musulmon olimlari tomonidan eng ko'p munoqasha qilingan masalalardan biri iymon va uning shartlari hisoblanadi. Hozirgi kunda ham ushbu masala turli adashgan oqimlar tomonidan noto'g'ri talqin etilishi oqibatida ko'plab fitnalar vujudga kelmoqda. Maturidiy ta'limotiga ko'ra, Alloh taolo iymon bilan amallar orasini ajratib qo'ydi. Ko'pgina oyatlarda iymon keltirganlar va solih amallar qilganlar deya amal iymonga atf qilingan, ya'ni bog'lovchi yordamida bog'lanib kelgan. Atf esa bir-biriga o'xshamaslikni taqozo qiladi. Alloh mo'minlarga amalni farz qilishidan ilgari iymon keltirganlar deb xitob qilgan. Shuning o'zi ham amalni iymonga kirmasligiga dalil bo'ladi. Maturidiyning mashhur izdoshlaridan biri Abul Muin Nasafiy bu haqda quyidagilarni aytgan. Alloh taolo iymon va barcha ibodatlarni qayd qilingan qismlar bilan ajratib qo'ydi. Misol qilib, Qur'oni Karimdagi Allohning masjidlarini faqat Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan, namozni mukammal qilgan, zakot bergan, faqat Allohdangina qo'rqqanlar obod qilurlar. Tavba surasi 18-oyat degan oyatni dalil sifatida keltiradi. Yana shuningdek, albatta iymon keltirib, ezgu ishlarni qilgan va Parvardigorlari toatiga bo'ysunganlar, ana o'shalar jannat ahlidandirlar. Ular u yerda mangu qolurlar. Hud surasi 23-oyatni dalil qilib keltiradi. Shuningdek, Alloh taolo biror narsaga buyruq berib, agar mo'min bo'lsangizlar deya xitob qilishi ham mazkur fikrning tasdig'i bo'ladi. Abul Muin Nasafiy Abu Hanifaning ko'pchilik izdoshlari nazdida iymon qalb tasdig'i va til iqrori bilangina sahih bo'lishligini yozadi. Shu bilan birga Abu Mansur Maturidiyga ko'ra iymon faqat qalb tasdig'idan iborat ekanligini va bu qarash Abu Hanifadan ham rivoyat qilinganligini aytadi. Muallifning o'zi ham shu fikrga qo'shiladi hamda bunga isbot sifatida ko'plab naqliy va mantiqiy dalillarni keltiradi. Dar haqiqat iymonning ziddi kufrdir. Garchi gohida bu nom, ya'ni kufr lafzi bilan majozan boshqa narsalar atalsa ham, aslida kufr yolg'onga chiqarish va inkor qilishlikning o'zidir. Iymon ham xuddi shunday. Chunki Alloh taolo kimki tog'utga kofir bo'lib, Allohga iymon keltirsa deya kufrni iymonga qarama-qarshi qo'yadi. Bundan, ya'ni oyatdagi kofir bo'lish va iymon keltirish lafzlaridan ko'zlangan murod esa yolg'onga chiqarish va tasdiqlashdir. Bu esa yuqoridagi fikrga, ya'ni iymon faqat tasdiqdan iboratligiga dalil bo'ladi. Olim mazkur aqidaga isbot tariqasida yana quyidagilarni aytadi. Alloh taolo kofirlar haqida shunday deydi: agar kufrdan to'xtasalar, o'tmish gunohlari kechirilur. Anfol 38. Demak, kufrdan to'xtashlik bilan iymon vujudiga keladi. Agar amallarning barchasi iymon bo'lganida edi, kufrdan to'xtagan kishi toki barcha toatlarni qilmagunicha iymonli hisoblanmasdi. Bunga yana shu narsa dalilki, Alloh taolo quyidagi oyatda iymonni solih amallarni bajarishlik uchun shart qilib qo'ydi. Bas, kim mo'min bo'lgan holida yaxshi amallar qilsa, uning sa'y harakati zoya bo'lmas. Anbiyo 94. Agar iymon barcha ezgu va yaxshi amallarning ismi bo'lganida edi, biror narsaning sharti va qabul bo'lish omili bilan o'sha narsaning o'zi o'rtasida farq bo'lmas edi. Bu esa imkonsizdir. Yuqoridagi naqliy va aqliy dalillar amalning iymon tarkibiga kirmasligini to'liq isbotlaydi.